Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor Alloh taologa hamd, payg'ambarimiz Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'pdan ko'p salovat va salomlarimiz bo'lsin. Bizlarga Alloh taoloning rahmati, payg'ambarimizning shafoati nasib aylagan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. 4-kitob 159-hadis. Usmon radhiyallohu anhu mavlosi Humron quyidagilarni ko'rganini xabar qiladi. Usmon ibn Affon idishda suv keltirishni so'radi. Keyin ikki qo'liga 3 marta suv quyib, ularni yuvdi. So'ng o'ng qo'lini idishga solib, og'zini chaydi va burniga suv oldi. Keyin yuzini 3 marta va ikki qo'lini tirsaklarigacha 3 marta yuvdi. So'ngra boshiga masx tortdi. Keyin ikki oyog'ini to'pig'igacha 3 marta yuvdi va bunday dedi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, kim shu tahoratim kabi tahorat qilsa, keyin 2 rakat namoz o'qisa-yu, unda o'zi bilan o'zi gaplashmasa, o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi dedilar. 4-kitob 160-hadis. Urva Hurmondan rivoyat qilib aytadi: Usmon radhiyallohu anhu tahorat qilib bo'lgach, sizlarga bir hadis aytib beraymi? Agar bir oyat bo'lmaganida sizlarga uni aytmas edim. Men Nabiy sallallohu alayhi va sallamning kishi tahoratini go'zal holda ado etsa va namoz o'qisa, uning bu bilan keyingi namoz o'rtasidagi gunohlari namoz o'qigunicha mag'firat qilib yuboriladi deganlarini eshitganman dedi. Urva aytadi: biz nozil qilgan ochiq oydin oyatlarni va hidoyatni odamlarga kitobda bayon qilib berganimizdan keyin berkitganlarni Alloh la'natlaydi va ularni barcha la'natlovchilar la'natlaydi. 55-oyat. Baqara surasi 159-oyatigacha.